Yo'lda mahallasini mahalla bankiri bo'laman. Ismim Berdiyev G'ayratbek. Xo'sh, bizda bir qancha produktlarimiz bor. Biznesga birinchi qadam degan produktimiz muddati 36 oy, 25 milliongacha beriladi. Foizdan 25%. Mahalla loyihasi degan produktimiz 50 milliongacha, foizi muddati 48 oy. Lekin o'shanga o'xshagan biznesning maqsadi degani bor. U hozir yaqinda o'zgarish kiritildi. Produkt pasport o'zgardi. Bu ham 50 milliongacha faqat u kafil bilan beriladi. Uni muddati ham shu 36 oy bo'ladi. Lekin mahallaning o'zida agar tadbirkorlar qiziqadigan bo'lsa, omonatlarimiz bor, depozitlarimiz. Ular 18% dan shu 20% gacha bor. Onlaynlari ham, offlaynlari ham bor. Produktlarimiz asosan shu mahalladagi biznesga qiziqishi bor fuqarolar uchun ularning g'oyasini biz muallashtirib beramiz. Ular faqat prezident qaroridan chiqqan kreditlari bor, keyin mahalla loyihasi, ular hammasi maqsadli kreditlar. Asosan shu bizlar kredit ajratganimizdan keyin ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, bir oylardan keyin bizlar joriy monitoring qilamiz. O'sha vaqtda haqiqatan fuqaro shu faoliyat bilan shug'ullanishi o'zining yonida agar mikroloyiha qilingan bo'lsa, ishchilar ham bo'lishi shart.